Sizningcha o'g'il bolalar aqlliroqmi, qiz bolalar aqlliroqmi? Qizlar aqlli. Keling, buni hozir sinab ko'ramiz. Istalgan o'g'il bolani to'xtatamiz va savol-javob o'yinini o'ynaymiz. Bularning aytishicha qiz bolalar aqlliroq ekan. Hozir savol-javob o'yinini o'tkazamiz va kim birinchi bo'lib 5 ta savolga to'g'ri javob beradigan bo'lsa, 100 ming so'm yutib oladi. Rozimisiz? Rozi. Yaxshi, unda savollarni o'qib eshitiraman. Mo'g'rani axir so'zining ma'nosi nima? Daryoning maktabi degan ma'no. Brunol, suv necha gradusda qaynaydi? Siz javobingiz to'g'ri. 1. Nil daryosi qaysi qit'ada joylashgan? Birinchi bo'lib bular javob bergani uchun 2-1 bo'ldi. Yer nechta qit'adan iborat? 5 ta. 6 ta. Yo'q, javobinglar noto'g'ri. 7 ta qit'a. 3-1 bo'ldi. 6 ta materik, 7 ta qit'adan bor. Aholi soni bo'yicha dunyoda aholi soni ko'p shahar. Indoneziyadagi Jakarta. Shahar. Yaponiyani Tokio. Tokio chikki. Dunyodagi eng mashhur film qaysi film hisoblanadi? Avatar. Avatar? Avatar. Navbatdagi savol. Amudaryo qaysi dengizga quyiladi? Orol. Orol dengiziga. Birinchi bo'lib bular 5 ta savolga to'g'ri javob bergani uchun 100 ming so'm yutib oldi. O'g'il bolalar jamoasi g'alaba qozongani uchun 100 ming so'm pul sizga. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.